Болса, көңіліңді ойлаған әр қандақ нәрсені yazsаң болады. Yüreklik алда өзің қылмақчы болған әр қандақ ішini yaz. Sana bir işini de berey. Hayat sana nait, qattiq bir muşatıdı. Bunun berdashlik berish uchun qalbing texmi kuchli bo'lishi kerak. Әмісі мен әң амырақ боксini misal қалайлы. Бастер Дауглас yerге yiqildi. Әзәлдің бір кім Тайсондан мұшап yiqilgan деген орнынан тұрып бақмаған. Тәтір санақ ақылшай деген болсы ма, Бастер Дауглас yana da орнынан тұрамады. 4, 3, 2, 1. Ding ding ding. Musobaqa vaqtincha to'xtatildi. O sahnening bir bulunur kep qalganda бүткүл dünya şundaq o tügəşli dev atqanda qılatdı. Бастер Дауглас musobaqa sahnasiga qaytib chiqdi. Şundaq Tayson uni yana yiqib etkil tasla qaldı. Dal mush vaqtda Tayson xuddi men yandim deb atqanda qılatdı. Gepimga quloq solinglar. Amaliyotda hammanglar Бастер Даугласga o'xshash hayotlik sahnasining bir burchiga kelib qoldinglar. Sizlar musobaqani voz kechsanglarmi, qaytirib hujum qilsanglarmi bo'ladi. Navada qilmoqchi bo'lganinglar asosan ish bo'lgan bo'lsa, hamma odam buni qiladigan bo'ladi. Hayotlik sahnasining o'tirisiga kelinglar. Ya'ni men sizlarni Бастер Даугласga o'xshash qilinglar demoqchi. Бастер Дауглас qaytirib hujum qildi. Mana bu chaqda бүткүл dünya uni hayron qoldi. Bah, u boksda osidagi yengilmas azmat Taysonni yiqitdi. Bayılmış oldu. Tomashbunlar Бастер Даугласga qarashdi. Бастер Дауглас bu nayt addi. Onam qaza qilishdan ilgari hamma odamga o'g'lim Taysonni yengidi degan edi. Musobaqadan 2 kun ilgari onam qaza qildi. Shundan keyin men Taysonni yengishga bel bog'ladim dedi. Apisi o'lib ketgandan keyin Бастер Дауглас apisining o'limiga qayg'urib o'tdivasin bo'ladi. Lekin u qayg'uni kuchga aylantirib, opam uchun musobaqaga qatnashiman, Taysonni mag'lub qilaman degan irodaga keldi. Mana bu iroda uning qalbidagi, uning bo'shliqni kuch bo'lgan eliq kuch. Uning musobaqada g'alaba qilishining sababi, uning tirishiga turtki bo'lgan omil. Sizlarga deb qo'yay, navoda qalbinglardagi islarni harakatlantirgan kuchning zodi nimaligini bilmasanglar yoki irodanglar mustahkam bo'lmasa, undaqda har kuni hayotning boks sahnesida qattiq mushab yiqilaversizlar.